İşimizi başlayımız hürmetli vatandaş. Endiki mavzudun birinci isla, bugünkü islaga. 2021 ayının 15. günü vatandaşım. Endiki mavza, Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin, Asya'da ittifakdaş devletler bilen harbiy hamkorlikni kuchaytirib, Jungoga tahdid salamiz deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 3 ayning 14 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar undaq boshlandi. Washington Amerika Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin 3 ayning 13 kuni mundaq ko'rsatdi. Austin dal hozir Osiyoda ziyoratda bo'lyapti, ya'ni bu ziyorat jarayonida Amerikaning bu rayondagi ittifoqdoshlari bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirib, Jungoga qartilgan ishonchli tahdidni kuchaytirmoqchi bo'ldi. Davlat Mudofaa Ministri Austin ziyoratga chiqqanda Amerikaning Hawaii shahridan o'tdi. Bu shahar Amerikaning Hindi Tinch okean rayoni harbiy qo'mondonlik shtabi joylashgan shahardir. Davlat Mudofaa Ministri Austin safarda mundaq ko'rsatdi. Bu butunlay ittifoqdoshlik va sheriklik munosabatidir. Bu qatim ziyorat qiladigan davlatlar Yaponiya, Tokyo, Hindiston, Yangi Dehli, Koreya, Seulni o'z ichiga oladi. Bu muhim ittifoqdoshlar bilan suhbat o'tkazadi. Austin Davlat Mudofaa Ministri mundaq ko'rsatdi. Bu ham iqtidorimizni o'stirishga berib chetiladi. O mundaq aslab o'tdi. Garchi Amerika O'rta Sharqda jihodchilarga zarba bergan bo'lsa-mu, hozirgacha Jungoda lazer yuqori sur'atli taraqqiyot bilan harbiy qo'shinni zamonaviylashtiryapti. Demak, Amerika hozirgacha O'rta Sharqda yurdi, jihodchilarga qarshi jihodchilarni yo'qitamiz deb. Endilikda deydi, mushu paytda Jungo Kompartiyasi hozir yuqori sur'atli taraqqiyot bilan harbiy qo'shinni zamonaviylashtiryapti. U bunda ko'rsatdi, bizning raqobatlashish ustunlik emas, allaqachon tajovuzga uchirdi. Shundaq bo'lsa-mu, yanala ustunlikda turib kelyapmiz. Austin bunda ko'rsatdi Davlat Mudofaa Ministri. Bizning nishonimiz, iqtidorimiz va harakat planimizni kafolatga ega qilib, Jungo va Amerika bilan qarshilashadigan har qanday bir kuchga ishonchlik tahdid solishdan iborat. Jungoga qarshi turadigan, kechiringlar, Amerika qarshi turadigan, Amerika tahdid soladigan har qanday bir kuchga Amerika endi ishonchli tahdid. Masalan, buning ichida siz hozir til nuqtai nazaridan yoki hukum nuqtai nazaridan tadqiq qilib baqqan tahdid. Masalan, ishonchli tahdid. Ishonchli tahdid deganda u tahdid bir mezgil bor, bir mezgil yo'q tahdid bo'lib qolishi mumkin, ehtimolli shundaqmi? Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlar harbiy ishlar jihati Osiyoda tahdid paydo qilsa, birdamlik va ikki-damlik bo'lib qoladigan bo'lsa, u ishonchsiz tahdid. Endi bugungi tahdid doimiy tahdid. Shunlashqa bu ishonchli tahdid deb ataldi bo'lg'ay, hurmatli vatandosh. Ishonchli tahdid solishdan iborat. Davlat Mudofaa Ministri Austin Tokyo va Seulda Amerikaning davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan birga bo'ldi. O mundaq ko'rsatdi, men va davlat ishlar kotibining qiladigan bir ishi bu davlatlar bilan ittifoqdoshlik munosabatimizni texmi chang'itishdan iborat. Bu qatam Amerika Qo'shma Shtatlari diplomatlari va Davlat Mudofaa Ministrligining Osiyoni ziyorat qilishi 4 davlat yuqori darajaliklar suhbatidan keyin qanoat yaydirildi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken 3 ayning 18 kuni davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan birlikda Jungoning amaldorlari bilan birlikda Alyaska Joni shahrida ko'rishdi. Yoki Jungo rahbarlari bilan birlikda Amerika Jungo masalasiga qarab chiqdi. Yoki Amerika Jungo munosabatiga qarab chiqdi. Munosabatdan paydo bo'lgan masaladan paydo bo'lgan Amerika Jungo munosabati bugun jiriklashdi desangiz,
Bu qatim endi Alyaska shtati Joni shahrida ikki davlatning yuqori darajali amaldorlari uchrashdi. Prezident Joe Biden umumiy jihatini aytganda sabiq prezident Donald Trumpning jungoga qaratgan qattiq qo'l siyosati usulini davomlashtiryapti. Güle vatandaşlar.